Suratul Buruj. Buruj suresi. Yani Vessemâi zâtil buruj. Bu Kur'an-ı Kerim'ninki 85. suresi. Ayet sani cami 22 ayet. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج. Bu yerda maddi vojib va o'qiydigan 4-5 harf miqdorida so'zimiz. Vassamai deb. Zatil zal harfi. Buni tilimizni tishlab turib, tilimizning uchini tishlab turib chiqargan harf bu. Za deb. Zatil buruj. Buruj. Ma'rani sal tom o'qiymiz. Buruj deb jim qalqala j deb chiqaramiz. Buruj. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. Bu yerdeki mav'ud ma'ayn bu maddi jaiz 2 4 6 harf miqdoriga so'zsaq bo'ladi. Bu dalni qalqala qo'yamiz. Qalqala. Val yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Wa shahidin bu yerdeki wa shahidin deganni vavga idg'am o'qiymiz. Idg'am qilib yugizib va shahidinni va shahidiv deb olamiz. وشاهد ومشهود. دالمو قلقلة بيده. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. Bu ha harfi andın bu ha dud madde lazım qalqala. Qayta qo'yla. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. An-nari. İkhfa mal gunna. Şu an nunda to'xtaymiz. An-dab. An-nari dhatil waqud. Bani wawni wah deb olamiz. Waqud deb. Qayta qo'yli. An-nari dhatil waqud. إذ هم عليها قعود. إذ bu zal harfi iz deb tilimizni tishlab chiqargan harf. إذ هم عليها قعود. Bu mu dal qalqala. قعود ki. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Bu yerdeki şuhud en ahırsıda bir dal harf var. Qayta qo'yli. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. دال قلقلة واو مد جائز. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
Bu yerdagi va ma naqamu. Buni azroq so'zimiz, chunki vav madda normal madda va ma naqamu deb o'qiymiz. Minhum. Bu yerdagi nunni, sakinlik nunni izhor o'qiymiz. Minhum deb. Min deb bunda ixfa qilsak to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ha harfi bu kana harfi. Sakinlik nundan keyin kana harfi chiqib qolsa, izhor uch o'qiydiq. Shunga va ma naqamu minhum illa ay yu'minu. Yani bir illa deb o'qidik buni so'zib. Maddi vacib 4-5 harf miqdorli so'zimiz. Ay yu'minu. An degan nun bu yerda sakinlik nun. Buni biz yaga jo'g'ana idg'om qildik. An yu'minuni ay yu'minu dedik. Bu yerda bu nu deb azroq so'zimiz. Ay yu'minu billahil. Yani billah dedik bu yerda. Bunun oldida Alloh degan to'q mashada bir yerda. Qani uni keyin chiqadigan vallohu deb bu yerda. Vallohu deb Alloh degan harfni cho'ng o'qigan. Ammo bu yerda ay yu'minu billahi deb o'qiymiz. Chunki bu ba harfi kasra bo'lganligi uchun, ya'ni zir bo'lganligi uchun, ya'ni billahi deymiz. Qayta qo'yli. Ay yu'minu billahil azizil hamid. Yani bu yerdeki ya maddi jaiz dal qalqala. Bu oyatni bir o'qiyli. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. Bu yerda bir to'xtasak bo'ladi. Jim harfi, ya'ni to'xtasangiz bo'ladi degan shu ma'noni bildirdi. To'xtash. To'xtamay o'qisak ham bo'ladi. Vallohu ala kulli shay'in shahid. An birinchi beshdagi allazi zal harfi, allazi lahu. Bir kichik bir vav harfi bor. Shuni buni o'qiganda lahu deb azroq so'z o'qiymiz. Bak uzun so'z o'tmaymiz. Ikki harf miqdorida so'z o'qiymiz. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Yani bir samawati bir alif küçük alif var. Çünkü her iki mimle kötülüğümüze. Samawati de bundak. Wal ardu. Ra tefkhim. Kılın okuyumuz. Wallahu ala kulli şeyin şehid. Şeyin ya da bir nun. Sakinlik nun chiqdi o'qigan vaqtimizda tanvin o'qiganda shay'indagi kasratani o'qiganda ya'ni duzirni o'qiganda nun sakinlik nun talaffuz qilindi shay'in deb ammo buni biz ixfa o'qiymiz shay'in shahid deb shahid degan dalni biz qalqala o'qiymiz shahid. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بني إخفاء مع الغنة، يعني غنة إخفاء قيمز. إن دبنا to'xtab ustida nun harfda xuddi uzun tovush o'qigandek, ammo buni uzun tovush deyilmaydi. Asta o'qiymiz. In deb bundaq. Innallazina lazina bu zal harfmi? Shuni diqqat qilaylikki, bu lazina deb bundaq za o'qib qo'ysak o'lchamsiz qoldi, o'lchamli bo'lmaydi. Lazina deb olamiz. Tilimizni tishlab turib. إن الذين فتنوا المؤمنين بيدك فتنوا تياسلي demek naqamu degan o'xshash, ammo sukun kelgan vaqtida uzun o'qigan tovushlar uzun o'qilmay qisqa o'qildi. Fatanul demaymiz, fatanul deb o'qisak bo'ladi. Fatanul mu'minina wal mu'minati. Bu yerda bir azroq so'zib o'qigan harflar yengil ikki harf miqdorda, chunki bu kichik alif, alif sag'ira. Mu'min wal mu'minati thumma mim to'xtaymiz. Thumma lam yatubu. Bu yerda azroq so'zimiz hamda, chunki buning lam yatubudan keyin sukun yo'q, urib o'qiydigan. Shunga lam yatubu deymiz. Ammo bak uzun so'zlatmaymiz. Ikki harf miqdorida o'qisak bo'ladi. Lam yatubu deb qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جهنم نون أسد تقصدق o'qigandan nunni ixfa o'qidik. Jahannama deb. Ang oxiridagi qofnichi qalqal o'qidik. Qofning oldidagi ya harfini hariq. Buni 2, 4, 6 harf miqdori so'zsak bo'ladigan mad jaiz. Nahvos bu oyatni qayta o'qiylik. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Keyingi ayat. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني بيادة بالتوقت أنهار دب. ذلك الفوز الكبير. Yani bu ayette mu ihfa, yani innel de okuyumuza nun harfi to'xtab innellezine lezine deb bunda. Andın ve amilus salihati salihati ma o işkimu uzun tavushini normal madde jaiz o'qildigan ikki harf miqdori so'zilgan solihati deb madda o'qiymiz. Jannatun tajri. Bu yerdagi nun ixfa malg'un ixfa o'qiymiz nunni. Jannatun deb tunnimi tun deb o'qiymiz. Shunga birisiga nunda, mav nunda, yana birisiga
Mao tanvin, yani dammateyn, bu nunni shu to'xtaymiz. So'zib o'qigandan keyin jannatun tajri, taj qalqala, tajri deb o'qiymiz. Andan bu yerda min tahtihal anhar. Amma bu nun sakina, sakin nun. Amma buni izhar o'qiymiz, ochiq. Anhar deymiz. Buni anhar desak to'g'ri bo'lmaydi. Oldinqisiga o'xshatib, chunki buni izhor o'qilgan harf. Chunki bu sakinlik nunning oxidagi harfi qaraymiz, ma bu ha harfi. Ya'ni ha, alif, xa, hamza harfi kelib qolganda bu nunni sakinlik nunni uch o'qiydiq, izhor o'qiydiq. Anhar deb bundaq. Zalika, za buni azra ko'tarib o'qiymiz. Alif sag'ira. ذلك الفوز الكبير. كبير. Bunca 2, 4, 6 harf miqdori so'zsaq bo'ladi. Ya'ni kabir desak ham bo'ladi. Kabir, kabir deb bundaq 4, 5 harf, 6 harf miqdori so'zsaq bo'ladi. Bundaqda buni bu oyatni qayta o'qiylik. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد. بيدك الطاء قلقلة. إن إخفاء قيمزة نون تخطب. إن بط شا بطش. إن بطش ربك لشديد. بيد ikki qalqali bor ekan, birisi to, birisi dal harfi. Innahu huwa yubdi'u va yu'id. Yani keyingi oyatda nun ixfa, andan keyin ha kichik vav sag'ira, kichik vav bor ekan. Buni innahu deb o'qiymiz, hu deb. Buni innahu deb qo'ysak o'lchamli bo'lmay qoladi. Shuni vav sag'ir kelganda, kichik vav kelganda ozroq o ha harfini hu deb suzib qo'yamiz. Ya'ni innahu huwa muam qisqa harflar huwa qisqa kelsa, innahu huwa yubdi'u yub qalqala yubdi'u. Bu hamiz qisqarib yubdi'u deb o'qiymiz. Yubdi'u desak to'g'ri bo'lmaydi. Yubdi'u va yu'id. Qayta o'qiylar. Innahu huwa yubdi'u va yu'id. وهو العزيز وهو الغفور الودود. يعني غفور را تفخيم ودود قلقلة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يعني را تفخيم قل نقيمز ذا حرفي ذو العرش المجيد دال قلقلة. فعال لما يريد. فعال
asli lun bu yerda faalun. Faalun aqlni talaffuz qilingani sakinliq nun. Sakinliq nundan keyin lam kelsa buni sakin lamga idg'am qilamiz. Faalunni faalul deb o'qiymiz. Faalul lima yurid. هل أتاك حديث الجنود هل أتاك bu yerda bir kichik alif bor o'qigandan so'ng ta'ni ko'tarib o'qiymiz. Ataka deb ataka desak to'g'ri bo'lmaydi. Ataka deb. Hal ataka hadithul junud. Hadis bu sa harfi ya. Mana uchtal chikitlik ta o'xshab qolgan. Ammo talaffuz qilganda sa hadisu. Tilimizni tishlab, tilimizning uchidan chiqaramiz. Sa tishlan tilning orlig'idan. Hadisul sasisu deb bundaq. Su. Hadisul junud. Dal qalqala. Qayta qo'yli. Hal ataka hadithul junud. فرعون وثمود فرعون وثمود وث بمو o'xshash baytanqi tilimizni tishlab turib chiqargan harf وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين ذا الحرف الذين كفروا را تفخيم بنتم بقيمة كفروا عند واو أزرق سوز بقيمة كفروا دب مد واو دك في تكذيب قلقلة با قلقلة تكذيب دب بقيمة قيت قيلة بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله buni vallahu demaymiz. Biz bayatni o'qiganda bu yerda bir harfni ya'ni billah degan ay yu'minu billahi degan buni billahi demagan billahi deb. Endi bu yerdagisi vallahu vallahu emasa vallahu min waraihim muhit. Andaki min deki nun harf bu yerda bu nima? İdgam qildi. Ma vavga yegizib. Minni miv deb o'qitamiz. Min deb nun o'qmaymiz. من ورائهم محيط أما من شو إدغام مقيم ورا ذكراني بنا مد واجب تت باش حرف مختار صح بولدو ورائهم دب مدقة محيط محيط birinchi memni ixfa o'qisak ixfa o'qiymiz to'xtab memni boshida toni shu qanday qilamiz qalqala muhit deb bundaq qayta o'qiylik vallohu min varoihim muhit بل هو قرآن مجيد بل هو قر marani tafxim o'qiymiz qur'anun deganni qur'anum deymiz
قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. لوح ديانة لوح دب آه، كسرتين، يعني دو زرنة بس. دو زرنة كاين قلان نون ساكن لخ نون ميمغا إدغام قلمزا لوح ديانة لوح دب أقيمز. في لوح محفوظ. نكتب سورة باشتن آخر بالأقوى إليه. سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.